Assalomu alaykum, hurmatli mana obunachilarim, hammangiz sog' salomatmisizlar? Dushanba kunini xayrli o'tkazibsizlarmi? O'rtoqlar, bundan oldingi postimda Captiva 5 ga rassrochkalarimiz bor deb qo'yuvdim. Haqiqatdan ham bor edi. Captivalarni rassrochka qilib chiqarganmiz. Hozirda esa bu bankimiz rassrochkalarni Captivaga hammasiga yopdi va rasmiy daromad bilan qilib qo'ydi. Endilikda hech qanday rasmiy daromadlarsiz bir dona pasport evaziga o'zini o'zi band qilish bilan 12 ta viloyatga Captivalarga va Onyx Tracker hammasiga Cobitlarga ham avtokreditni yo'lga qo'ydik. Boshlang'ich to'lov 30% to'laysizlar, 25% gadavoydan 1 yildan 5 yilgacha ham avtokredit qilib chiqarib beramiz. Mashinani o'zingizlar nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Endilikda Captiva 5 ga rassrochkalarimiz yo'q. Onyx Tracker, Labo, Van, Kombi, Damaslarga hammasiga rassrochka bor. Bemalol murojaat qilib kelaveringlar.